Mana turk qaynonam qanday baliq pishirishni o'rgatgan. Baliqni yog'da pishirmang. Sizga maslahatim, hamma vitaminlari o'ladi. Baliqni dimlantirib anaqada pishirishingiz kerak. Ichini tozaladik hozir, ichiga to'ldirasiz. Limon, sizga maslahatim, limon qo'ymang. Ko'plar limon qo'yadi, chunki limon achib ketadi. Qobig'i achchiq-ku, bilasizki, o'sha achchiq o'tib ketadi. Pomidor bilan piyoz, keyin chesnoklardan qo'ying, ozgina murch qo'ying ustiga. Eng muhim siri bunda. Buni ichiga nimalar aralashtirganimni hali aytaman sizga. Qizlar, yog'i ham bor, bahorotlari ham bor. Hamma narsasi bor buni ichida. Hozir ana shular terib chiqamiz, bularni to'kamiz ustiga. Shunaqa mazali bo'ladi endi qizlar. Qimmat restoranlarda o'rgangan qaynonam. Mana. Tayyor. Tuzi ham bor, baharati, hamma narsasi bor. Endi buni pishiramiz duxovkada. Past tarafiga qo'yamiz. 15 minut pishgandan keyin tepasiga 5 minut qo'yib olamiz. O'zi baliq tez pishadi, bilasiz-ku. 20 minutda pishadi. Uchta katta baliqni duxovkada pishirish uchun ikkita o'rta bo'y oq piyoz, ikkita pomidor, 3 tish o'rta bo'y chesnak, sousi uchun 1,5 stakan suv va xohlagan ziravorlaringizdan solishingiz mumkin. Duxovkada pishirilgan baliqning foydalari juda ham ko'p. Bu foydali baliq pishirish tarifini yaqin qarindoshingizga yuborib qo'yishni unutmang.